Ha, shunaqa uchar yigitman deng. Yo'q, o'ja unchalik emas. O'sha kuni oyizlar bilan yaxshi aylandingizmi? Qachon? U kunimi? Yaxshi aylandi-ku onamlar bilan. Lekin o'sha kuni ona bola emas, kelin kuyovdek ko'rindingiz-da ko'zimga. Yo'q, oyimlar ulamani. Qo'ying. Aldashni ham eplolmas ekansiz. To'g'risini aytsam, ular mani onam bo'lmaydilar. Ular mani ko'chadagi opaxonim bo'ladilar, sapolaman. Ular mani ko'chadagi ishlarimni hal qilib beradilar qo'ldan kelgancha. Men ularga hech kimlari yo'q. Yordam berib turaman, borib xabar olib turaman. Bitta o'zlari turadilar. Tushunasizmi? Ha, menga farqi yo'q. Ulardan rashk qilmayman. O'zi yoshi bir joyga borib qolgan kampir ekan-u. Jon, qayerda qoldingiz? Hozir. Jon, sizga sovg'am bor. Yo, shoshmang. Ko'zlaringizni yuming. Ko'zingizni yuming, jonim. Mana. Sizga sovg'am. Da. Manyami bu? Sizga. Jonim, rahmat. Ko'rinishi yoqdimi? O'zimni krasotkamsiz. Ranglari yoqdimi? Ki, mana xolodim. Shunaqa xolovmidingiz? Qale, yarashdi. Voy, juda ham yarashdi. Aylanib keting. Mana, xudo xolasa, sekin-sekin sovg'alarni ham yig'ib, chiroyli, intelligentniy, oligarx bo'ldingiz. Voy, o'tirishlaringizdan.